Aravanda sentrida 4 xonalik uy sotiladi. Assalomu alaykum, Infoaziya YouTube kanali ko'chlari. Aravanda rayonida M Sultanov ko'chasidagi mana bu birinchi uy sotiladi. Bu uyimiz mana bu domni orqa tomondan kiriladi. Ya'ni oldida sahnasi ham bor. Bu tomon hokimiyatning orqasidagi Gos arxivni orqasida joylashgan. Bu tomon esa stadion tomonga ketgan yo'l. Hozir ishga kirib, batafsil barcha ma'lumotlarni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Kirganda mana sahnasi bor. Avval tashqarini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda naves tagida o'tinxona yoki boshqa maqsadda ishlatsangiz bo'ladi. O'ng tomonda hovuz, vodoprovod suv bor. Davomida ikkita hojatxonasi bor. Bu tomonda esa tandir hamda o'choqlar bor. Bu joyda esa o'tinlar saqlagani alohida bir joy qilingan. Tashqarilari hammasi arenda, ya'ni hozir buni 5 yillik arendasi to'langan. Hozir xonalarini batafsil ko'rsatib o'tamiz. Kirganda koridor, derazasi plastikdan bo'lgan. O'ng tomonga kirganda bir xonasi bor. Devorlariga abo choplangan, patolog pokik bilan obshivka qilingan. Burchakda dushovoy bor. Pollari hamda devorlari plitka bilan urilgan. Burchakka esa mana aristor o'rnatilgan. Bu xonaning davomida yana bir xona bor. Avval bu xona koridor bo'lgan, ya'ni bu yerdan podyezdga chiqib ketsa bo'ladigan eshigi o'rnatilgan. Koridor davomida mana bu joydan yana bir boshqa xonaga kirsa bo'ladi. Bu yerdan narigi xonaga ham kiradigan alohida eshigi bor. Bu tomonda yana bir xona. Bu yerda mana tashqariga deraza o'rnatilgan. Yuqorida aytib o'tganimizdek, sahnalar arenda, 5 yillik arendasi to'langan. Ko'rib turganlardek sentrda joylashgan. Bu tomoni hokimiyat, bu tomoni esa stadion. Bu uyda hujjatlari bor. Bahosiga keladigan bo'lsak, bahosi 4 million so'm. Sotib olish uchun ekran ostidagi telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi. Agarda sizlar Infoaziya YouTube kanaliga reklama bermoqchi bo'lsangiz yoki reklamaga chiqmagan uylar, cheklar hamda domlar sotib olmoqchi bo'lsangiz 0554 28 21 23 telefon raqamlariga murojaat qilsangiz bo'ladi.